Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz 7-sinf biologiya darsligidan umurtqasizlarning harakatlanish organlari bilan tanishib chiqamiz. Qani boshladik. Harakatlanish nima? Harakatlanish bu tirik organizmlar uchun xos bo'lgan muhim xususiyatlardan biridir. Barcha tirik organizmlar kabi hayvonlar ham doimiy ravishda harakatda bo'ladi. Hayvonlar o'ziga ozuqa izlashi, bir joydan boshqa joyga o'tishi, o'z jufti va bolalarini topishida ham, xavf-xatardan saqlanishida ham faol harakatda bo'lishi zarur. Hayvonlarning harakatlanish organlari turlicha tuzilgan. Bu ularning yashash muhitiga bog'liq. Hayvonlarning harakatlanishi muskul tolalarining qisqarish xususiyati bilan ham bog'liq. Bo'shliq ichlilar, ektoderma qavati, teri muskul hujayralari, endoderma qavati hazm qiluvchi hujayralaridagi muskul tolachalarining qisqarishi hisobiga harakatlanadi. Yassi, to'garak, halqali chuvalchanglarda epiteliy ostida halqasimon va bo'ylama muskullar rivojlangan. Ushbu rasmlarga e'tibor qiladigan bo'lsangiz, planariyaning kiprikli epiteliy hujayralarining umumiy ko'rinishini va neridaning harakat organining umumiy ko'rinishini ifodalangan. Yassi chuvalchanglar tipiga mansub kiprikli chuvalchanglar tanasi kiprikli epiteliy bilan qoplangan. Ular kipriklari yordamida sirpanib harakat qiladi. Misol sifatida oq planariyani olishimiz mumkin. Parazit hayot kechirishga moslashgan so'rg'ichlilar va tasmasimon yassi chuvalchanglar, jumladan jigar qurti, qoramol tasmasimon chuvalchangi, to'garak chuvalchanglardan odam askaridasini olishimiz mumkin. Ularda harakatlanish organlari yo'qolib ketgan. Chunki demak, nimaga yo'qolib ketgan degan savolga ular bevosita o'sha xo'jayin organizmida yashaganligi hisobidan harakatlanishga ehtiyoj yo'q. Ko'p tugli halqali chuvalchanglarda tananing har bir segmentida maxsus harakat organlari, muskulli o'simtalar yoki parapodiyalar shakllangan. Misol uchun neridani olishimiz mumkin. Mollyuskalarning harakatlanish organlari muskulli oyoqdan iborat. E'tiboringizga suv shillig'ining harakat organi ko'rsatib o'tilgan rasm bilan tanishib o'ting. Baqachanoqning harakatlanish organlari ko'rsatilgan. Demak, keyingi sinfimiz bu bosh oyoqlilar. Bosh oyoqlilarning vakillarida oyog'ining oldingi qismi o'zgarib, paypaslagichlarni hosil qiladi. Oyoqlari asosida voronkasi joylashgan. Ularning mantiya bo'shlig'iga suv o'tib turadi. Suvni mantiya bo'shlig'idan voronkasi orqali katta bosim ostida siqib chiqarib, reaktiv harakat qiladi. Yuqoriga e'tibor qaratsangiz, bir qancha bosh oyoqli mollyuskalarning rasmini keltirib o'tdim. Bemalol tanishib o'tishingiz mumkin. Keyingi demak tanishib o'tadigan hasharotlarning bir qancha demak turlari bilan tanishib o'tamiz. Harakat organlari aynan hasharotlar va qisqichbaqasimonlar bilan bog'liq bo'lgan harakat organlarini qanday tuzilishini ko'rib o'tamiz. Bo'g'imoyoqlilarda tanasi qattiq xitin po'st bilan qoplangan bo'lib, tashqi skelet vazifasini bajaradi. Ushbu rasmlarga qarasangiz ham buni ilg'ab olish qiyin emas, chunki unga ichki organlar, muskullari va oyoqlari kelib birikkan bo'ladi. Bu tip vakillarida harakatlanish organlari, oyoqlari rivojlangan. Qisqichbaqasimon va o'rgimchaksimonlarning oyoqlari tanasining bosh ko'krak bo'limida. Hasharotlarning oyoqlari esa ko'krak bo'limida joylashgan. E'tiboringizga yashil bronza qo'ng'izi, daryo qisqichbaqasi, sariq chayon hamda suv qo'ng'izi keltirilgan. Demak, qisqichbaqasimonlarda 5 juft, o'rgimchaksimonlarda 4 juft, hasharotlarda 3 juft oyoqlar bo'lar ekan. Qisqichbaqasimonlar oyoqlari qisqichlar, o'rgimchak va hasharotlarning
oyoqlari tirnoqlar bilan ta'minlangan. Qisqichbaqalarning qorin bo'limining har bir segmentida bir juftdan qorin oyoqlari rivojlangan. Yashash muhiti hasharotlarning tuzilishiga katta ta'sir qiladi. Yerda o'rmalab yuradigan hasharotlar qo'ng'izlarning hamma oyoqlari bir xilda tuzilgan. Sakrab harakat qiladigan chigirtkalarning orqa oyoqlari yo'g'on va uzun bo'ladi. Suv qo'ng'izi va suv qandalalari oyoqlari eshkakka aylangan. Tuproqda yashovchi buzoqboshning oldingi oyoqlari belkurakka o'xshash. Demak, ushbu hasharotlar bilan tanishib o'tishingizni so'rayman. Demak, mana yuqoridagi voyaga yetgan kapalakning 3 juft oyog'i borligini ko'rib turibmiz. Uning lichinkasida ko'krak va qorin oyoqlarining tuzilishini ko'rib o'tishimiz mumkin. Demak, quyida to'shak qandalasi yoki klapa ham deb ataladi. Bu hasharotimizda ham mana demak 3 juft oyoqlarni harakatlanishda ishtirok etadigan harakat a'zolarini ko'rib o'tib turibmiz. Burganing oyoqlarini ham tanishib chiqishingiz mumkin. 3 juft demak harakat organiga ega ushbu hasharot ham. Parazit hayot kechiradigan hasharotlar to'shak qandalasi, burga, bitlarning qanotlari yo'qolib ketgan, lekin yaxshigina, chaqqongina harakatlanishini hammamiz yaxshi bilamiz. Bugungi darsimiz qisqacha mana shu tushunchalar va nazariyalardan iborat edi. Hammangizga katta rahmat.